Domla aytingchi, mazhabsizlik jamiyatda qanday salbiy holatlarni keltirib chiqarishi mumkin? Jamiyatda aytganimiz ixtilof kelib chiqaradi. Ixtilof keltirib chiqaradi. Bir yurtdagi imomlar, u mazhabsizlik, bir odam mazhabsiz bo'lsa, sekingina mazhabsiz bo'lib ibodat qilib ketavermaydi-da. Qolganlar noto'g'ri deyishni boshlaydi. U bilan cheklanmaydi-da, ularning tabiatidagi narsa shu. Noto'g'ri deydi, falon narsa bid'at deydi, boshqa deydi. Bu narsa tabiiyki ixtiloflarning boshlanishiga sabab bo'ladi. Odamlar o'rtasidagi tashvishni tug'ilishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari o'zi-ku xo'p shu yo'lni tanlabdi, boshqalarni shu yo'lga boshlash orqali odamlarning ibodati, odamlarni masalan qilayotgan amalini buzilishiga sabab bo'ladi. Masalan, to'rtta mazhabning birortasida ham misol oyog'ini keng qilib turish kerak degan joyi yo'q. Siz kelyapsizda bemazhabman ekan men, ya'ni men hadisdan olaman ekan, Buxoriyda bunaqa turibdi ekan, noto'g'ri uchun jotingizni keng qilib tursiz. Butun ummatni ittifoq qilgan to'rtta mazhab qolib yangi mazhab yaratgani uchun inson bid'atchi bo'ladi aslida. U to'g'ri qilyapman deb o'ylaydi. Va yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ular yaxshi ish qilyapman deb o'ylaydi. Lekin u o'ta noto'g'ri ish. Tarixda ham, kitobda ham, hadisning sharhlari, ulamolarning fikrlari, ijtihod masalasi nima o'zi, usul fiqh nima, qiyos nima, buni bilmasdan turib birgina bitta so'zning orqasidan ergashishlikdan oqibatda mana shunaqa narsalar kelib chiqadi-da. Shuning uchun bu suhbatimizni hammasi shuni ustiga qurilyapti o'zi asli. Bir mazhabda sokin, qalbingiz xotirjam ibodat qiling. Shuni ming yillardan beri millionlab, milliardlab odam qilib kelyapti. Musulmonlar qilib kelyapti va ular kam bo'lgani yo'q. Ular adashib ketgani yo'q. O'shalarni adashgan degan onam u o'zi adashgan hisoblanadi. Chunki millionlar odamlar noto'g'ri bo'lib, bitta ikkita odam to'g'ri bo'lishi mumkin emas. Masalan, mana shu jihatlari bor.